Mo'g'ridan qaydasan? Osh qilaman dada. Bo'pti, tezlatinglar, kech qolmasin osh. Dada, qornim och qolibdi. Mana ochdan inson bo'ladimi? Yo'q, qozon tayli yo'q qoladi, o'shanga non botirib yeysan. Ha. Toy bandasi toy. Dada tepadama, akamga ayting, bir so'z shashlik olib chiqib yuborsin, kuzgi o'yidan yomon yegim kelib ketdi. Mo'g'ridan ukangga shashlik olib chiq. Nima bu? Chalvarim kirib bo'lgan, yuvib bering. O'zing yuvamisan? Onam quvdi-ku, onam yuvib beribdilar. Endi o'zingiz yuvasiz. Yo'q, buni menga. Qaramang, Nima qilaman buni? tikib berasiz buni. O'zing qo'lingga-ku, tik. Onam tikib beribdilar doimda. Onam quvdi-ku, tikib berasiz endi buni. Xotin olib kelmasam bo'lmaydimi? Boshima chiqadi bu. Xotin, yur uyaga ketdik. Bormayman. Ha, qo'y qani, xafa bo'lma qani. Bir marta bo'yladi endi. Bu yilda bu narsani avval ana qizlar yozmasdan oldin o'ylash kerak edi. Tushundingiz? Bormayman. Bacham, onang kelmayman deyapti. Dada, hay quruq o'zingizni ko'tarib so'lpillab borgansizlar, ayol kishi romantika qilib borish kerak-da. Siz xafa qilgansiz onamni. Bir romantika qilib gul olib boring onama. Keyin keladilar. Gul olib olsam kelam. Ha? Xotin. Ha, kechir hay, man, gul. Ketdik uyaga yur. Bormayman. Bacham, onang gul ham rozi bo'lmadi. Yana bitta oxirgi yo'li bor dada. Qanaqa? Onam pizzani yaxshi ko'radi. Pizza olib borsangiz keladilar u. Endi qanaqa pizzani yaxshi ko'radi? Men qayerdan bilaman men? Onam Bellissimo pizzani yaxshi ko'radilar. Endi hozir men Bellissimoga borib kelaymi? Shuncha joyga? Yo'q, mana Bellissimoni ilovasidan zakaz qilamiz. 35 minut ichida olib keladilar. Undan tashqari Bellissimo pizza ilovasida yangi foydalanuvchilar uchun 70 ming so'mdan boshlab birinchi buyurtma uchun 30 ming so'm chegirma beriladi. Xotin, sen yoqtirgan Bellissimoni olib keldim. Qara, ana Bellissimo olib keldim. Endi ketamizmi? Yo'q, hozir ochma. Hozir ochma, uyda ochib yegaylik. Hozir yegasim kelib Hozir qoladi. ochma, uyda yegaylik. Yur. Olib ketamiz birga uyda choy bilan. Yur. Dadasi men nima yaxshi ko'rishni bilasiz-a? Qani ichi? Yumshoq joylar senga qoldi-da. Shunga. Yana dadingiz meni. Ay, zo'r ekanda, shunga ozgina yedim. Qishlog'im, sirrochli muhim xabar. Ertalab qishlog'imizga shaxsan hokim buvani o'zlari kelyaptilar. Bironta uxlamaysan. Ertalabgacha mahallani hamma joyini asfalt qilamiz, obod qilib, ko'kulkacha qilmaymizmi? Jenskiy sovet o'zingiz nazorat qilasiz, tushundingizmi? Xo'p bo'ladi, raisim. Bir kishi hamma uchun, hammamiz hokim buva uchun. Qani, qarsak. Aytwa, Ha, hokim kelsa mazza bo'lar ekanda. nimaga? Mahallamiz obod bo'ladi, qishlog'imiz asfalt bo'ladi. Meningni eri bo'ladi. Tili xolay taytu. Nima rais chalg'itasan? Hammaga ishga davay. Davay, hamma tarqal. Tez. Hokim buva kelguncha qilaylik ko'kulkacha. Daqqa Jenskiy sovet. Xo'p, rais. Men ketdim, odam kam, odam olib kelaman. Sen nazorat qilib tur, xo'pmi? Xo'p bo'ladi, raisim. Sen kim, Madonnami? Yo'q, Sapargul. Nima achib taqvagansiz, Sapargul? Voy. Ishlang, ish qiling. Men Xo'p ketdim. bo'ladi, raisim. 941-yili. Doniyor Mali. Rahmat. Rais bu, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Menga qara. Ertaga hokim buvani shaxsiy o'zlari kelyapti qishlog'imizga. Hamma o'qituvchilarni yig'asanda daraxtlarni oqlaysanlar, tushundingmi? Rais bu, biz daraxt oqlasak, o'quvchilarga kim ilm beradi? Bular bo'sh qolishadi-ku. Ha, o'quvchilar bo'sh qolyapti, ha. Bo'lmasa hamma o'quvchilarni olib chiqasanda latokni tozalashsin. Hokim kelyapti. Faqat menga kerakmi hokim? Bu turinglar, tur. Bog'bon, 100 ta mana shu ko'chatingdan berasan, hokim kelishiga yo'llarimiz yiga ekamiz. Pulini kim beradi? Ha, hokim ketgandan keyin sug'urib qaytarib olib kelaman. Shunaqasi bo'ladimi? Bo'p kelgan-ku, shuncha qilardik-ku, esingda yo'qmi? Bitta tikan qolmasin, hamma daraxtni oqlaylar. Ha, oqlaylar. Davay. Ha, sizga xizmat yo'q.
Menga qara alkash. Senga xizmat, shu hokim ketguncha ichmasdan turga iltimos sendan. Voy bina, o'qiyin dedim. Qishlog'imiz uchun harakat qilib ko'r, bir kun ichma. Bor. Rais bu? Ha. Bu hokim so'zi qanday paydo bo'lgan o'zi? Savol tuturuvdi. 18-asrda bitta kostyum shim kiygan odam uzoqdan kelayotgan ekan. Buni ko'rgan odamlar, "O, kim kelyapti? O, kim kelyapti?" Shu bilan hokim bo'lib ketgan ekan. Kim kelyapti? Bari seniqa, boshqa savoling yo'qmi? Boshana. Ichma. Ne? Texnologiya nima deydi? Texnologiya. Rais baba innovatsion. Mana u yigit Turkiyada non yapadigan tandir olib ketdi. Ya bu tandirmi bu? Ha? Turkiyaning Panimo zotiga tegishli tandir bu. Mana ko'rdingizmi? Yarim soatda 500 ta non chiqarib tashlaydi. Endi novvoylarning keragi yo'q. Non, haqiqiy non. Bu baribir duxovkada buni mazasi tandirnikidek bo'lmaydi. Ya rais baba, shu joyda adashdingiz. Uning ichida tandiri bor. Qarang, orqasini tep-tekis. Mazzasi tandirnikidan zo'r. Ana. Qishlog'imiz uchun katta yangilik bo'libdi. Birinchi bo'lib hokimini mana shu yerga olib kelamiz. Hop, polvon. Innovatsion. Hey! Ana! Mahallamiz obod bo'ldi. Ya, hokim bu kelyapti. Hammangni qo'ling ko'ksingda bo'lsin. Hokim bu, assalomu alaykum, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qayerga o'tib ketdilar? Razorat qilib kelsa kerak menimcha. Razorat qiladi. Rais bu. Hokim boshqa qishloqqa o'tib ketdilar hozir. Bu yil kelmas ekan bizni qishloqqa, keyingi yil kelar ekanlar. Voy bela, men bemalol aytsam bo'lar ekan-ku rais bu, bar hokim kelmas ekan bu. Mana u ichishni o'ylaydi, men nimani o'ylayapman? Rais bu shuncha xatti-harakatni hokim kelish uchun qildiga. Mana o'zimiz qishlog'imiz birlashib bitta bo'lib mahallamizni obod qilsak bo'lar ekan-ku. Обязательно hokim kelishini kutishimiz kerak-ku. Aqlli, men ham o'ylayapman shuni. Haqiqatan o'zimiz qilsak bo'lar ekan-ku, ha? Birlashib nimalarga qodirligimizni ko'rsatib qo'ydikmi? Ha? Lekin baribir hokim ko'rgani yaxshi edi-da, boshqacha edi-da. Kim uchun qilmas, shu hokim uchun qiluvdim-da. Bitta maqtab ketsalar qancha men osmongacha bor yiqol, hamma yiqol. Ko'chatlarni o'z. Asfalt to'xtat, asfalt qilmasin. Men ketdim. Qayoqqa? Uxlayman. 2 kundan beri uxlaganim yo'q edi, onasini emsin. Hammaning ko'zi senda, to'lg'anasan jononim.